Salom, yaxshi damlar, umidki sog' bo'lsangiz. Mana bu admin emaili bilan kiriladi, admin baxshi. Bu yerga admin overview ga kelsangiz, so'ra burada boshqa guzinalar bor. Accounts, bu akkauntlar o'sha puli akkauntlar. Ki bo'ladi afg'oniy bo'lsa, bo'ladi dollar bo'lsa, mumkin boshqa narsa bilan ham ishlasanglar aytinglar ki men o'shanga qarab so'ra sotaman. Hozir 2 baxsh qo'ydim. Albatta o'zlaring sota olasizlar, ya'ni 2 baxsh qo'yganim yo'q. Bu baxshlari ko'p. Nima deganim, ya'ni bu yerga kelasizlar, akkaunt sotgani akkaunt otini o'zlaring berasizlar. Afg'oniy dollar 2 baxshi bor currencyda, lekin otlarni o'zlaringiz berib, bank bo'lganini yo daxl bo'lganini o'zlaring intihob qilasizlar bu yerda. Markaziy bo'lsa, ya'ni baxshlarga tegmagan markaziy daftar uchun bo'ladi. Agar unit bo'lsa, o'sha baxshlarga tegishli bo'ladi. Sonra burga unitni intihob qilasizlar, qaysi biri bo'lganini intihob qilasizlar. Keyin selmi, kapitalmi, ikkisini ham bir joyga intihob qila olasizlar. Ya'ni sel bilan kapital tafovati bundaki, masalan, mumkin sarmoyalaring dollar bo'lsa, vali mardumga afg'oniga sotasizlar. Pas sales va kapital alohida bo'ladi. Ya'ni sales afg'oniy bo'ladi, kapital dollar bo'ladi. Agar ikkisi ham afg'oniy bo'lsa, ikkisini ham nuqta qo'yib ilgari ketasizlar. Bu cashbox, bu opening amount. Hozir qancha pul bor, uni daxliga qancha puli bor, yo hisob banki bo'lsa, bankda qancha puli bor. Diqqat qiling, agar bank bo'lsa, bu ikkalasini urmaysizlar, hech qaysisini navadirsalar. Ya'ni avval cashboxlarni tuzatasizlar, keyin bank hisobini tuzatasizlar. Bundan keyin esa opening amountini qo'yasizlar, qancha pul hozir bor. Hozir burga qo'ymasanglar ham bo'ladi, keyin tazriq ham bo'ladi, ya'ni inject ham qila olamiz bemalol. Hozir akkauntlarni ko'rsak, men namuna sifatida mana shu akkauntlarni ochganman burga. Oqar yoqut AFN Cash, oqar yoqut USD Cash, Istanbul qahva uyi AFN account. Shunday narsalarni men tuzatibman oldindan. Yani bularni System Treasury'da kelib ko'ra olasizlar, qaysisini qancha puli bor. Albatta buni admin ko'ra oladi. Rais umumiy ko'ra oladi bu yerda. O'zini har baxshda alohida ham ko'rinadi. Burga keyin pullar bir-birovga intiqolan beriladi, yuboriladi ham. Dar suratga nima bo'lsa, pullar bir-birovdan bir-birovga intiqolan beriladi yo depozit ham bo'ladi. Masalan, akkaunt tuzatibsizlar, Istanbul qahva uyini akkaunt tuzalgan, lekin puli yo'q. Keyin raisdan pul kelmoqchi bo'lsa, bu yerga depozit qilasizlar. Agar pasportdan chiqarmoqchi bo'lsanglar, withdraw qilasizlar. Albatta akkauntdan intihob qilasizlar, qaysi akkaunt bo'lganini. Transfer between bir akkauntdan bir akkauntga yuboradi. Masalan, Istanbul qahva uyidan oqar yoqutga pul olmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerdan intiqol beriladi. Albatta g'ayraz admin ham intiqol bera oladi, admindan ham intiqol beriladi. Bu yerda yuzerlar bor. Yuzerlar shu nimani yuzerlari, sistemning yuzerlari, qaysi yuzer nima ishlar qiladi. Mana bu yerda rollari bor. Rollarni ko'rib tayinlaysizlar. Accountant bor, oqar yoqut menejer, tamom baxshlar bor. Bir saylar hozir bu yerga ko'rinmaydi videoga, sizlarga ko'rinar keyin. Akkauntlar bunda qurishiladi. Har kim so'ra kirib o'z baxshini ishlaydi. Albatta men bularni videosini alohida ham olaman. Bu yerda rollar bor. Rol, toza rol tuzatmoqchi bo'lsanglar, rolda otini qo'yasizlar, qaysi baxshlarga qo'l tey olsin, ularni yana men alohida tashkil qilamanki, bular qaysi baxsh, nima narsa, nima ishlar qila oladi. Bu yerga list bor, o'sha access dasturlarni listi, ijozalarni listi bor. Bunga qo'l tegishga hojat yo'q. Buni hamma baxshlari bor. Keyin boshqa baxsh kam qolgan bo'lsa ham men buni izofa qilaman ki kim nima ish qila olsin. Mana shunday ishlar burga bo'ladi. Unit baxshlar bor, 4 baxsh burada bor. Sales bor, furushot hozir hech furush bo'lmagani uchun kelmaydi, keyin furush bo'lgan vaqtlar keladi. Inventory ham hozir 0, hech narsa yo'q. Burga inventoryni ko'ra olasizlar, nima baxshlardan nima narsalar bor. Masraflar bo'lgan 4 ta baxshda masraf bo'lganlar burga keladi. Hammasi albatta bu umumiy admin yo rais umumiyni akkauntidir. O'sha uchun u odam faqat ko'ra oladi, ya'ni rais umumiy faqat ko'ra oladi. Ba'zi ishlarni o'zi qila oladi, muhim bo'lgan ishlarni, boshqa ishlarni har akkauntni, har baxshda o'zining mudiri bu ishlarni qila oladi. Burga express akkauntlar bor. Bular masalan suv, non, choy, normal
masraflarni bu yerga akkauntlarini tayinladi. Akkauntlari keyin bular o'sha baxshlarda o'ziga har departamentni o'zi, har baxshni o'zi masraflarini yetkazadi. Reportlar ham burga keladi, har baxshi reporti o'zi alohida